Mana do'stlar, tashqarida qor. Assalomu alaykum O'zbekiston bo'ylab YouTube kanali muxlislari hamda tomoshabinlari. Mana sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Andijondagi qora tovuq, qora jo'ja tovuq deyman, qora jo'ja. Tashqarini ko'rsatdik, qor. Mana bunaqa pechka, mana korobka, mana lampochkada baxyapmiz. Videoda boshidan bitta narsani iltimos qilamiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalimizni yangi ochdik, rivojlantirishimiz kerak. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar. Xo'p, bu jo'jalarni biz 5 kunligida sotib oldik. 5 kunligida sotib oldik. Qorin og'rig'iga qarshi tabletka, novot, qaynoq suv qilib, bularga ichgani suv qilib beryapmiz. Odam aptekasida sotiladi. O'zimiz ichadigan qorin og'riq bir dona tabletka, bir bo'lak novot hamda suv. Shu narsalar bilan bularda chanqog'ini qondiryapmiz. Suv qilib beryapmiz bularga. Hop. Ovqatiga keladigan bo'lsak, ovqatlari asosan mana bunaqa Stark degan yem beryapmiz. Ozgina suvga qo'shib beryapmiz. Ozgina suvga qo'shib, jo'ja tovuq ekan, jo'ja ekan, mana bu idishchada bermoqchi edik. Bular to'kishyapti, suvini ham, boshqasini ham. Bular bilmadim, yerdan terib yeyishni yaxshi ko'radimi yoki qonida bormi? Qani mana bitta ikkita mana bunaqa nozilari ham bor. Bular ham hozirchalik hayot uchun kurashyapti. Mana orqasiga axlat yopishib qolishi yomon. Shunga dori qilish kerak. Endi bularni xudo xohlasa tovuq qilamiz, katta qilamiz. Hamda tuxumini sotamiz. Tovuq qilamiz, katta qilib tuxumini sotamiz. Nasib. Buni biz o'zi Farg'onadan olib keldik. Farg'onadan zakaz qildik, olib kelishib berdi. 5 kunlik vaqtda olganmiz. Bu zotli deyilyapti. Qanaqadir bitta zoti bor ekan. Lekin biz uchun hammasi ham tovuq, hammasi ham shu ko'rib turganinglardek qora jo'ja. Bular hozir biz sota olmaymiz. Sotadigan bo'lsak ham qimmat bo'lib ketadi. Sabab bizga qimmatga tushdi o'zi bu. Shu 7 kunlik, bir haftalik jo'jalarning holati mana shu. Shunaqa o'zimiz xonamiz ichida baxyapmiz. Iloji yo'q, sharoit qilish kerak, bularga ham issiq joy kerak.
Do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bittadan like bosib qo'yinglar videoga. Obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xohlasa, kommentariy yozsanglar nima qiziq bo'lsa. Shu haqida video qilamiz sizlarga. Mayli, sog' salomat bo'linglar, charchamanglar.